Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Gardeniya inadomarlari. Hozir shu gardeniya gulimizni ko'chiramiz. Chetdan kelgan gullarimizni 99% uyga kelgandan keyin almashtirish kerak bo'ladi. To'proqni, duvakini o'z holatida almashtirilmay keladigan gullar menimcha bo'lmasa kerak. Dekorativniy bambuklardan tashqari men bilganim, balkim bordir, bilganlar yozib berasizlar kommentariyaga. Gardeniya guli keldi, inadomarlari. Eski duvaki, bu duvaklar yumshoq, yupqa, tez yirtiladigan bo'ladi. Pochta qatnagani uchun, yo'lda qiynalmasligi uchun, og'ir vazn bosmasligi uchun ham material gulni narxi qimmatlab ketmasligi uchun prostoyroq, arzonroq narsadan foydalanadi. Toprak 3 litrlik duvak oldim. Topragimiz maxsus kisli toprakni yaxshi ko'radigan gullarimiz uchun kisli toprak universal guruh kokosovый, lekin gardeniyani rasmini ko'rsatib ko'rib, azaliya, gardeniya, kameliya gullari uchun ishlatsa bo'ladi. 3 litrlik duvak oldim. Teni ozroq soldim. Drenaj solmadim. Chunki o'zi duvak kichkina, o'zina mos. Tenda ko'p mesta qolmaydi. 1 santimetr ham chiqmaydi solingan toprak. Gulni qo'yamiz, damollarini deymaymiz. Chunki gardeniyamiz уже g'unchalab qolgan. Mazasi qochib qolishi mumkin. Shunday ahvolda. Tushgan yaproqlarini olib tashlaymiz. Barg tushishi bu tabiiy. Ko'pchilik yaproq tashlasa gullar darrov vahima etadi. Hech qachon vahima etmanglar. Ayniqsa toza ko'chirilgan gulni to'proq sarayadi, yaproqi sarayadi. Toza usullar ham bor ekan. Do'kadi, adaptatsiya davridan o'tguncha. Har kim har xil usullarni bajarib, ko'p suv qo'yib berib, gulni mazasini qochirasizlar. O'z holatini qo'yib qo'yish kerak. Epin sprey atib 15 kun kamida o'rtacha. 15 kundan keyin gul o'zgarib boshlaydi, damollari yurishib, keyin o'zgarib boshlaydi. Hamdasa ko'pchilik gulni toza olib ko'chirgandan keyin yaxshi yaproq saraganini tushunadilar, lekin darrov 3 kunning ichida gulim o'smaydi deb xabar beradilar. Sizlar tasavvur etinglar. Qiz bola gelin bo'lib boshqa uyga borgandan keyin shu uyning sharoitini ko'nikib ketishi uchun chaklim vaqt kerak. Gullam joni bor, gullam inson deng. 3 kunning ichida gul darrov o'smaydi. Birinchidan shunchaqli yerdan keladi. Xitoydanmi, Gollandiyadami, boshqa yerdami farqi yo'q. Optim bazalarga keladi. Optim bazalardan bozorga chiqadi. Bozordan biz optimchilardan bizga keladi. Farqi yo'q. Ish qilib yo'lda yo'q deganda 1 oy, 3 kun, 5 kun har xil vaqt yuriydi. Uyga kelgandan keyin tem bo'lib biz uni damorini ochamiz, duvakni almashtiramiz. Keyin yana 3 kunning ichida gullab o'sib ketishini so'raymiz. Nima bo'lishi mumkin emas. Toza gelinam bir uyga moslashuncha yillab vaqt ketadi. Bu birni doğuyuncha 1 yil o'tadi. 1 yil bir balani doğup ham darrov hech qaysi gelin o'zini uyina, gelin bo'lib chiqqan uyina darrov moslashib o'zini uyinda his etib ketishi bu qiyin masala. Ko'pchilik biladi. Gullam shunday joni bor odam deyin deb tasavvur etinglar. Yosh bola deyinda. 3 kunni, 1 haftani ichida darrov o'sishini kutmanglar. Endi bu gulimiz boshda adaptatsiyadan o'tib duvakka moslashib oladi. Damori ochildi. Hali yaproq tashiydi. Buni endi usloviyasi salqinroq 20 gradusgacha bo'lsa dim yaxshi. Salqin, ozonlikni inish tushib turgan quyosh nuri 10-15 minut aylanib o'tib ketsa bo'ldi. Lekin yorug' yer kerak. Atapleniyani, batareyani yonuna issiq hur uradigan yere qo'yish mumkin emas umuman.
Endi g'unchalab turibdi. Men avval bilmas edim. Gardeniya g'unchalab turgan vaqtda yaprog'ini sprey etish mumkin emas ekan. Lekin dekabrista sprey etmaslik kerakligini yaxshi bilaman. Gardeniya nachundir shuni bilmas ekanman. Beayb parvardigor dedilar. Shunga kallam chiqishmay qolgan ekan. To'g'risi kimlardir maslahat berib qo'yib, men noto'g'ri uzr so'rayman. Keyin men xatoyimni to'g'riladilar. Gardeniyaga salqin, pastdan urib turadi, namlik yaxshi ekan. Yana hozir biza bizlar uy olib bordik. Toza ko'chirilgan. Men sotdim deyin. Olgan gulingizni agar ko'chirilmagan bo'lsa, xuddi shunday tartibda ko'chirib olasiz. Damorini umuman qo'zg'amaysiz. Agar damarlarida qarayish, chirish bo'lsa, sho'rlarini tozalab olasizdan, ko'mir tabletga surtib, karnevin sapalab, men bunday operatsiya etmadim, holatim zo'r bo'lgani uchun. Agar shunday bo'lganda ozgina ishlatgan bo'lar edim. Keyin gardeniyaga yana shunday tasavvur etinglar, o'zlaringizda nechik bo'lsam idish Tumaloq bo'ladimi, 4 burchak bo'ladi, farqi yo'q. Dekabrist uchun, kameliya uchun, salqinsevar gullar uchun dum yaxshi shunday natish, tabiiy ravishda namlik berish. Penoplastmi, doshmi, boshqa narsami qo'lingizda bor, tozalangan, qaynar suvga yuvilgan narsaga, men hozir bir primer uchun ko'rsatib turibman. Idishga penoplastmi bir narsa solasiz, gulingizni qo'yasiz. Shu holatda teyina suv solasiz. Qaynab sovigan suv, ichine bir ko'mir tabletga tashlaysiz. Lekin ina hozir ko'rsatsak, suv duvaga tegmasligi shart. 1 santimetrmi, 1,5 santimetrmi. Endi bu yana idishda nechaqlim drenaj qo'yishlaringizga bog'liq. Xohlasangizlar dosh qo'yinglar, kir suvni qo'yinglar, lekin обработка etinglar. 4-5 santimetr balandlikda dursa duvak idishdan 2 santimetr, 3 santimetr suv solasizlar. Duvakka suv deymin durishi shart. Ham oq suvda dursa bu gul damar uchirishi mumkin. Shuning uchun sug'organda idishini olib qo'yib turib deb suv solasizlar. Suvlaringiz kamida 4-5 santimetr chimib turishi kerak. Shuning balandlikda 5-10 minut qo'yib olasizlar, bukib o'zina kerakli suvni oladi. Keyin olasizlardan suvni sirqizib shunday holatda qo'yasizlar. Bunda sizlar sprey etmaysizlar, tabiiy ravishda o'zini pastdan namlik berib turadi, gul zo'r holatda turadi. Hozir men xuddi shu aytganimdek aytaman. Bir qator suvaramandan shunday idishda teyina suv solib qo'yaman. Mendan gul olgan odamam shunday tavsiya beraman. Dekabrist, gardeniya, kameliya va boshqa kalateya guli bor bunda. Kalateya gullarimiz ham shuningdek namlikni yaxshi ko'radi. Men shuni idishlardan foydalanaman. Ustidan suv beraman. Ustidan suv bersam gullardan chirish kelishi mumkin. Teyindan suv beraman. O'zina kerakli suvni shimib oladi. Keyin qolgan suvni, ortiqcha suvni to'kib qo'yib qo'yaveraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gul o'stiringlar. Arinmanglar, qiynalmanglar. Go'zallik qurbonlik talab etadi deydi. Yo'qotishsiz bo'lmaydi. Yuksalish bo'lmaydi. Men ham shu vaqtgacha ko'p gullarni chiritdim, yo'qotdim, lekin tajriba oldim. Mana shu gulni men gollandskiy, hozir bu xitoyskiy jasmin esidim, приятный bo'ladi. Mana eshitishim bo'yicha qishda yerdan o'sadi ekan, огородda o'sadi ekan. Mana men o'tgan yili gollandskiysini olib, qishda sovuqda kelvadi, do'ngdirib qo'yganman yo'lda. Endi yana hozir Xitoyini oldim. Xitoy variantini proba etib ko'rajakman birisini.
ko'paytirib 2-3 kustini ko'chirib kichkina stakana ko'chaga qo'yib qishda qoldirajakman. Hozir kakras dekabrga keldi, noyabrning oxiri. Xudo xolasa bahorda sizlar bilan o'zim olgan tajribani bo'lishaman. Agar yashab ketsa, hammaga tavsiya etaman, bemalol olib qishda yerda qoldirsanglar ham bo'ladi. Mehnat kam talab etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gul olib ko'paytirib o'rganib boqinglar. Gullar sog'lig'imiz uchun foydali, toza kislorod ishlab chiqarib beradigan eng zo'r narsa. Sog'lig'ingiz uchun puldan ekonom etmanglar.